Uy sharoitida burundagi qora tochkalarni qanaqa qilib yo'qotishni ko'rib chiqamiz. Tak bizga kerak bo'ladi tuxum, asal va salfetka. Xo'p, birinchi o'rinda tuxumni oqini ajratib olishimiz kerak. Sarig'i kerak emas, faqat oqini ishlatamiz. Mana hozir ajratib oldim. O'shanda ham tuxumni oqini yarmi yetadi xolos. Undan keyin asal bitta choy qoshiqda. Keyin buni aralashtirish kerak yaxshilab bir-biriga. Tak, menda mana bunaqa kistechka bor. Hozir shunda aralashtiryapman. Surayotganda ham aynan mana shunda suraman. Bu maskani qilishdan oldin yuzingizni yaxshilab parlab olgan bo'lishingiz kerak. Teri yumshoq, o'sha kirlar chiqishga oson bo'lib qolgan bo'ladi. Menda qora tochkalar umuman yo'q, effekti bo'lmasligi mumkin menda, lekin qora tochkasi bor odamlarda aniq effekti bo'ladi. Mana endi tayyor bo'ldi. Endi sekin burunga surishni boshlaymiz. Bir sloy burunga surib olgandan keyin ustidan sirazi salfetka yopishtirish kerak. Undan keyin ikkinchi sloy. Mana bir sloydan keyin salfetka yopishtirdik, endi ikkinchi sloy. Endi buni ustidan yana bir marta suramiz. Kosmetikada bitta gap bor, yeyish mumkin bo'lmagan narsani yuzingga ham surma deyishgan, lekin biz tayyorlayotganda maskamiz tuxum bilan asaldan iborat. Biz deyarli kunda yeymiz bu narsalarni. Mana surib oldik. O'sha 2 qavat salfetka, 3 qavat maska bo'ldi. Bu narsa bizda 15-20 minut turish kerak. Bu yaxshilab qatib oladi. Keyin shilib olamiz. Ancha qotib qolgan. Sekin olamiz. Har doim bunaqa yopishtiriladigan maskalar pastdan tepaga tortiladi.